Assalomu alaykum. 2026-yilda uy qurmoqchi bo'lgan obunachilarimiz uchun ustakalarimiz ishlarini narxini yoritib beramiz. Ko'rib turibsizlar, ustakalarimiz ya'ni o'zimiz ustaxonada ishlashyapti, yangi ustaxona quryapmiz. Bizda bolalar o'yingohlari ishlab chiqariladi. Xo'sh, bu yerda 1 metr betonni 50 ming so'mdan quyishdi. G'isht esa, masalan, xom g'isht, pishgan g'isht oddiy loyga bo'ladigan bo'lsa 500 so'mdan urishyapti ekan, rastvorga bo'ladigan bo'lsa 600 so'mdan ekan. Xizmatlar faqat vodiy bo'yicha. Stashkaga keladigan bo'lsak, 1 kvadrati 30 ming so'mdan 50 ming so'mgacha ekan. Shlaka blokka keladigan bo'lsak, oddiy urilsa 2,5 ming so'm, agar chizib uriladigan bo'lsa, uni ham holatlari har xil ekan. 3 ming so'mdan 3,5 ming so'mgacha ekan. Qumshuvoqqa keladigan bo'lsak, 1 kvadrati 30 ming, 40 ming shuna atrofida bo'lyapti ekan. Undan tashqari akalarimiz o'sha tomga to'sin tashab, lombas ham qilib berishaveradi. Shunaqangi uylarda asosan o'sha cho'rnavegini qilib berishadi. 10 yildan beri shug'ullanishadi. Ya'ni shu ishni mutaxassislar. Kimga shunaqangi xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, vodiy bo'yicha aloqaga chiqaverasizlar. Hozir video syomkamiz Farg'ona viloyati Bog'dod tumani Sho'r qishloqdan bo'lyapti.